Qo'lingizdan kelsa 6 millik kabobni tayyorlashni ko'rsating. Bo'ldi. Ketdik bo'lmasa. Ishimizni ustozimdan go'sht olishdan boshladik. 1 kilo go'sht bizga 150 ming so'mga tushdi. 1 kilo tovuq bo'lsa 45 ming so'mga tushdi. Yarim kilo piyoz uchun 2 ming so'm berdim. Bitta non bo'lsa 5 ming so'm. Mana bozorliklarni ham qilib olib, go'sht to'g'rashdan boshladik. Mikrovkadan chiqib turganda go'shtimiz ezilib ketmasligi uchun ozgina go'shtni muzlatib oldik. Tovuqda bo'lsa aksincha, ozgina muzdan tushirib olib, piyozlarni maydalab to'g'rab, orqasidan yog' bilan nonni ham jo'natib oldik. Ish jarayonini muhim va mas'uliyatli joyiga keldik. Ziradorvorlarni solib, yaxshilab aralashtirib, fitingaytib qiyma ko'rinishiga keltirib olamiz. Bo'ldi, yetadi deguncha qiymani yaxshilab mushlab, taroziga bitta qo'yib ko'ramiz. 345 gram qiymamiz 80 gramdan soqqa tashlaganda 42 ta chiqdi. Endi bo'lsa navbat mohir qo'llarga. Bu qiymaga qilgan xarajatimiz 223 ming so'm bo'ldi. Shunda donasi bizga 5300 so'mga aynalyapti. Videomiz yoqqan bo'lsa, yo'lachani qizartirib qo'yib, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang va albatta uyda tayyorlab ko'ring.